Bugun ijtimoiy tarmoqlar orqali tarqalib, ko'pchilik hamyurtlarimizning haqli e'tirozlariga sabab bo'lgan O'zbekiston tumanidagi pirotexnika vositalarining qo'shtirnoq ichidagi shou qatnashchilariga nisbatan sud o'zining yakuniy qarorini o'qidi. Ko'pchilikni etini junbushga keltirgan mazkur manzaralar pirotexnika vositasining naqadar xavfli buyum ekanligini ko'rsatdi. Agarda mana bu yigit yana bir lahza ushlab turganida, uning salomatligi va hayoti xavf ostida qolishi muqarrar edi. O'sha katta zirpakitni otgan ko'tarib turgan videodagi men edim. Bu narsalar bilan voqea bo'lib ketishini bilmagan edim o'zim. Qilgan ishimdan pushaymonman, uzr so'rayman. 2025-yilning 31-dekabr kuni ushbu shaxslar tomonidan qo'lbola usulda yasalgan pirotexnika vositalari tumanning Oxunqaynar qishlog'ida sado berdi. Men uyda zirpaket yasadim. O'zbekiston tumani Oxunqaynar qishlog'iga soat tungi 11:40lar atrofida bordim. Borib O'zbekiston tumani Oxunqaynar qishlog'ining stadionida o'sha xalq oldida qo'lbola yasalgan pirotexnika vositasini otdim. Bu qilgan ishimdan men pushaymonman. O'zbekiston tumani ichki ishlar bo'limi tomonidan olib borilgan tezkor surishtiruv ishlari davomida ushbu harakatlarni sodir qilgan mana bu 3 nafar shaxslar aniqlanib, ularga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 183, 185 prim 1-moddasi tartibida hujjatlar rasmiylashtirilib, jinoyat ishlari bo'yicha O'zbekiston tuman sudiga taqdim qilindi. Raketaga o'xshagan maketni yasab, korobkadan ustiga rangli skochni yopishtirib olib chiqqanmiz. Ichiga o'sha kichkina yarim qarshi kelgan pirotexnikani solib otilgan. Qilgan ishimdan afsusdaman, oilaliman. Bunaqa holat boshqa umuman qaytarilmaydi, so'z beraman. Shu yangi yilda endi oilam darvozasida bas qamoqda o'tkazadigan bo'ldim. Qilgan ishimdan afsusdaman. Meni qilgan ishim ota-onamni, oila a'zolarimni yuzini yerga qaratadigan ish bo'ldi. Va'da beraman bu ishlar boshqa qaytib takrorlamaslikka. Ming bor uzr, meni kechiringlar. Men bu qilgan ishimdan pushaymonman, otganimdan pushaymonman. Farzandlaringga yaxshi qaranglar. Bolalaringga hushyor bo'linglar. Pirotexnika vositalardan foydalanmasin. Endi bu ko'z yoshlar, afsus, nadomatlar ish bermaydi. Avvalroq o'ylash kerak edi. Balki kelgusida bunday harakatlardan tiyilish uchun xulosa qilishgan bo'lsa ajab emas. Sud ularning har biriga 15 sutkadan ma'muriy qamoq hamda bazaviy hisoblashning 30 baravari miqdorida jarima jazosini qo'lladi. Xulosa o'zingizdan. Bizning maqsadimiz esa yoshlar va ularning ota-onalarini ogohlikka chaqirish, ushbu holatdan xulosaga chorlashdan iborat. Salomatlik va tinchlik kerak bo'lsa, bunday noqonuniy ishlarni qilmang, ogoh bo'ling.